Avtozubi kanalida rekord narxga Opel Amigo. O'tgan mashinangiz Libboy Nexia 2 choyni ichirib yuboradi desam ishonasizmi? Mashinamizni balonlari zo'r holatda ko'ryapsizlar, полный полированный. Ko'rayotgan mashinangizni biz просто Jigulini puliga berib yuboramiz. Orqa vidga e'tibor bering, mashinamiz 1996-yilgi mashinaga o'xshamaydi. Xo'p, o'zini отдельный личный aptechkalari bor. Xo'p, mashinamiz hech qanaqa расходsiz tayyor olasiz, haydaysiz ketasiz. Mashinamizda motorlari 2 объемda, xo'p, akkumulyatorlari yangi ko'ryapsizlar. Полный motor korobka ходовойлari zo'r holatda. Xo'p, 100 kilometrga atiga 7 litr benzin ichar ekan. Bunaqa mashinalar o'lsa kamida 3,5-4 ming atrofida biz teng yarmiga beramiz. Xo'p, salonlari zo'r holatda ekan. Полный elektropaket, mexanika, gidravlika rul, konditsioneri bor. Mashinada hech qanaqa xarajat yo'q. Olasiz, maza qilib haydaysiz. Salonlarni ko'ryapsizmi, zo'r holatdaligini. Mafonlari ham bor. Avtozubi kanalida rekord narxga Opel'imizni sizlar uchun Jiguli Matiz puliga berib yuboramiz. Mix Avtozubi kanalida $1690 ko'rayotgan mashinani sizlar uchun berib yuboramiz. 96-yilgi bolalarga tashab qo'yasizlar. Mix Avtozubi kanalida xudo xolasa biz 500 mingta obunachiga ega bo'lsak, mana ko'rayotgan mashinangizni просто tekinga kanalimizga qo'yib yuborib 500 mingta bo'lganligimiz uchun shu mashinani sizlarga berib yuboraman. Porsche qandoq bosib yuboradigan